Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Temirxan namlıq romanının davamı. Miladiya 1336 yılı Taraza ayının 22'si. Taş dömürler taң qarаңғылығыдан пайдаланып, Доқтавиларның тақибидан қечіп құтылғандан кейін, Ертіш дариясының төбән иқимini бойлап, күн петішке қарап, бір нәче күн уда yol маңды. Ular қечіп кетіп етіп, Ulug' әмір Shiravul Do'xtaviy tarafından avatilgan qo'g'lamchilarning bir necha qitimliq hujumiga uchragan bo'lsa-mu, ammo ajal sirtmiqidan orqim-orqa sog'-salomat qutulib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Ular 4 kun uda yo'l yurib, hozirgi Jiminay tavasidagi Qumtepa cho'lini to'g'risiq kesib o'tib, 5-kuni Do'xtaviylarning bir jamiyati yashaydigan Qo'shqonko'l degan yerga yetib keldi. Biroq orqasidan tap bostirib qo'g'lab kelayotgan qo'g'lamchilarmi ularga mush yerda yetishib oldi. Oldida Do'xtaviylarning bir jamiyati ularning oldini to'sib turadi. Keyindan Shiravul Do'xtaviyning qo'g'lamchilari qo'g'lab kelib qolgan edi. Demak, ular to'limi xavfli ahvolga tushib qolgan edi. Shunga ular noiloj Do'xtaviylar bilan elishmoqchi bo'lib, bir qum do'ngining orqasiga yo'shirindi. Ular taң qarаңғысida keyindan iz besib qo'g'lab kelayotgan 20 necha otliq Do'xtaviyni ko'rishdi. Qum do'ngining ustida ularni kuzatib yotgan Toshtemir Bahodir yendagi Hasan Baxshiga qarab, "Biz bu yerda ular bilan elishmoqchi bo'lsak, hammamiz halok bo'lamiz. Uningdan ko'ra, sen Chog'atay zodi bilan Basa To'mirni elib, Zayson tarafga qarab qichiver. Men ularni mush yerda to'sib bir elishay. Bo'lmasa, ular Qo'shqonko'ldagi odamlar bilan birlashib oladi. U chaqda biz bu cho'ldan qanot yasabmi uchib chiqib ketammaymiz," dedi. "Yo'q, seni yolg'iz tashlab ketammayman," dedi Hasan Baxshi Do'xtaviylardan ko'zini uzmasdan. "Onundan ko'ra, men bularga o'zim taqobil turay. Shunda qilsam, ularni mush yerda bir mahal tutib tura olayman. Uning'ichilik sen bolalarni boshlabman. Qumliqning ichini bo'ylab qechinglar. Hech bo'lmaganda 5-6 chaqirim yiroqqa uzib ketalaysizlar. Zayson yo'lini Basa To'mir biladi. Shundaqmi Basa To'mir?" Hasan Baxshi so'zini tugitibla darhol uningga qaradi. "Zaysonga boradigan yolg'iz oyoq yo'lini men bilaman," deb javob berdi uning savoliga Basa To'mir ishonch bilan. "Ovul ko'chganda mol haydab bu yo'l bilan mengib ko'rganman." "Shundaq bo'lsin, ha?" dedi Hasan Baxshi. Yana tolishib esa natija chiqmaydiganligiga ko'z yetgan Toshtemir Bahodir uningga 5 dal yo o'qi bilan o'qyani qoldirib qo'yib, o'zi bolalarni boshlab kun petish tarafdagi Zaysonga qarab darhol otlandi. Hasan Baxshi qum do'ngining ustida turib, qo'g'lab kelayotganlarga o'qyasidan orqadan 2 qitim o'q uzdi. Kirishdan uzilgan yo o'qi chekatgidek vingildab uchib borganicha qo'lida uzun o'q turuq tutib eng oldida chepib kelayotgan jadi otliq bir Do'xtaviyning yuragiga qotilib, uni otdan tik mo'llaq otqizib etdi. Bu yerdagi o'quruq degani o'quruq bir uchiga halqa org'amchi bog'lagan uzun yog'och salma, odatda yilqa to'pidan ot tutishga ishlatildi deb izohat berilibdi. Do'xtaviylar qiyiqqa so'ran ko'tirishib, patparaq bo'lib ketishdi. Va o'q tegib yiqilgan heliqi Do'xtaviyning atrofiga o'lishib, uning bilan haplashib qolishdi. Bu fursatdan foydalanib Hasan Baxshi etiga mindida udul kun chiqish tarafdagi burul to'qayga qarab qochdi. Uni ko'rib, Do'xtaviylar heliqi yordar o'quruqchini tashlab qo'yishib, Hasan Baxshining keyindan qo'g'lab ketishdi. Bu Tuğluq Temirning umrida yiroqqa tunji qitim mushundaq safar qilish edi. U 16 yildan beri Ertish bo'yidagi o'ziga tunishliq bo'lgan Do'xtaviylar eldan butunlay notunish elga birinchi qitim qadam bosdi. Ilgari bu osmini keng diyorda Do'xtaviylar suv, o'tloq qo'g'lishib, yilga necha qitim ko'chib yurgan bo'lsa-mu, ammo ular Yettisu vodisidagi Oltay tog'laridan eqib chiqadigan ko'k Ertish bo'yidan ancha yiroqlashib ketmaydi. Her qaysi Do'xtaviy jamiyatlarının qonalg'u avullarımı bir-biridan bekmi yiroqlashib ketmaydi.
Onun üstüge Toğluq Tömür öz elining tağ sularını 5 qo'ldak aniq bilgini bilan yot bir elning ziminining o'y cho'qiri bilan qilchimi tonishliq yo'q edi. Tonishliqi yo'q edi. O Toshtemir Bahodir bilan billa ketib yeri keng Mo'g'uliston sahrosining o'zgacha tusdagi manzara muhitini ko'rdi. Toshtemir Bahodir To'g'liq Tömür basa tömürlər birdən atını minib, yana birdən atını saltdan yetilib alğan boğaşqa, Yiraqdan qarsa başqa bir eldən uzun musafirlarni besib kelib atqan karvonga o'xshab qolgan edi. Ular Qoshqon ko'l atrofida Hasan Baxshi bilan ayrilib ketishgandan keyin g'arbiy janubga qarab to'xtamasdan mangdi. Ba'zida ular cho'ng suvga duch kelib, suvni kechib o'tishga to'g'ri kelsa, ba'zida qilin bük ormanlıqның içige şunğup kirib ketişetdi. Ba'zida ular tögünün dokkisidek egiz past edirliqlarni besib o'tsa, ba'zida poyansız qumliqlarda yo'lni yittirib qo'yib, tamtirab yurishdi. Har kunlik safardagi yangiliklar 16 yoshli To'g'liq Tömür uchun to'limi qiziq tuyulatdi. Ular Do'xtaviylar elining hududliqidan butunlay chiqib bo'lgandan keyin Toshtemir Bahodirning maslahati bo'yicha yo'l bo'yi ovlab, to'zaq qo'yib, borsuq, to'shqan tutib, ko'llardan beliq suzib, uzuq qilib mangdi. Cheksiz ketgan bepoyon tuzanglik, qilin o'rmonliq, qatma-qat tog' edirlar, qiston, tor jilg'lar va bu jilg'larda patmay shoqirab oqadigan suvlardan hosil bo'lgan daryo g'o'llar. Ot çöpleri buluq, suyu mol ve elvek yaylaqlar ular üçün yep-yeni bir dünya idi. Ular g'arbga minib, Zaysan atrofiga yaqinlashgan sari tuzlanlik texmi yeyilishga başladı. Tutash ketgan bepoyon ko'k yayiq dalasi, ko'k osmon gumbizi ostida so'zilib yotadi. Bu tuzlanlikda ne tağ, ne çoqqılar yo'q bo'lib, xuddi shamolmi, do'lqinmi yo'q, katta dengizga o'xshash jimjit edi. Bu tuzlanlik ko'k osmon bilan haqiqatanmi yaqin tuqqan edi. Havo ochiq kunlarda ro'shan holda osmon gumbizi bilan yop-yeshil yaylaq manzarasining o'zaro birikish holatini ko'rgili bo'ladi. Tutash ketgan osmon gumbizi ostidagi poyansiz ko'k yayiq dalasi g'ubarsız süzük kök osmon bilan birleşip, hashamatlik amma ulug'vor kishini ta'sirlantiradigan, amma ko'rang emas edi. Dala illiq janub shamolida xuddi tinimsiz dengiz to'lqinidek to'xtamasdan to'lqinlamoqda edi. Har bir to'lqin pasayganda yaylaqda o'tlayotgan qo'y, kalalar ko'rinib qoladi. Bu güzel manzarani ko'rib, ularning necha kundan beri jiddilashib ketgan ko'ngli echilib qoldi. Boshqalar avval gap qilmoqcha, hargiz eg'iz ochmaydigan jimg'ur basa ta'mir bu poyansiz ko'k yayiq dalasini ko'rib, ko'ngli echilgan bo'lsa kerak, tuyuqsiz Toshtemir Bahodirdan so'rab qoldi. Toshtemir Bahodir, dedi u. Bir chetida tuxum qo'yisi ko'rinadigan moshundaq keng dalaga nima uchun odamlar kelib makkallashmagan? Bu odamlar bir-biri bilan o'tloq, suv talishib urushqicha mush yerlarga ko'chib kelib makkallasa bo'lmasmidi? Toshtemir bu gapni anglab kulib ketdi-da. Bundaq bo'lishning o'ziga tushliq sababi bor, dedi uning savoliga javoban. Odamzotning har qaysi urug' qo'mlari o'tirsidagi jidal g'ovg'a, urush yig'a to'xtamag'ashqa Tangri Burhan ularning orliqida mushundaq necha kunlikdan keladigan yerlarni bo'sh qoldirib qo'ygan. Tangri o'z taqsim qilib bergan har bir toifining makoni burundan tortib muqim, turaqliq bo'lib kelgan. Shunga ularning o'zlari makallashgan yurt makonlaridan voz kechgisi kelmaydi. Agar ular o'z oldiga yangi bir zamonga ko'chsa, bu tajovuzchilik sanalib, boshqa toifalarning qattiq qarshiligiga uchrab, qaqshatqoch zarbasiga duch keldi-da. To'g'liq Tömür bayatın beri Jimg'ur Basa Tömürning Toshtemir Bahodirdan tuyuqsiz so'rgan savoli va Toshtemir Bahodirning uningga bergan javobi ustida berilib o'ylanayotgan edi. Mubodo bu qitim u Do'xtaviy eldan qochib chiqmagan bo'lsa, ko'k yayiq deb ataladigan Mo'g'uliston dalasining munchvala bepoyon keng zamin ekanligini nadimi bilsin? Necha kun jidallab
Меңіпмі түгітәмейватқан bu бипаян доладынмы, от чөпі мол, әлвәк зімін яны бамыды. Шунчвала кәң зімін, шунчвала көп тағы дәрияла, бипаян яйлақла әсірләден бері қаттық ұйқыды ятыды. Bu yerlərinin muhiti bir-biri bilən zimin talışıb, tınmastın uruşuvatqan, aşu adamlarının hayat keçirişigə şunca maslaşqan. Mubada Çağatay xanlıqıda qumdak çeçilib ketken hər qaysi taipa xalqını birləşdirgili bolsa, qabila uluslar otursidiki niza düşmənlik, yığı uruşlarını tügetkili boluduğu. Mubada Çağatay xanlıqının həmmi bulun puşqaqlarıga adamlar makkanlaşıb yaşasa, avul avdanla qurulub mal beqilsa, qoy kala, yılqa tögülə avsa, o çağda Çağatay ulusunun hal oqti yaxşılanğan bolatdı. Bütün ulus uyuşsa, inaqlaşsa, o çağda Çağatay xanlığının küç qudreti həssilab aşqan bolatdı. Biroq, bu faqat onun kalısıdaki şirin bir orman idi xalas. Faqat özü xaqan bo'lib, Çağatay məmləkətinin taxtiga rasmi o'tirgandilar, ondan bu ormanni ishqa oshirish mumkinchiligi tug'ilatdi. Onundan ilgari bo'lsa, bu faqat bir şirin xiyoldan iborat edi. To'liq Temur o'ylab, musha kelganda ulug' kichik tinib qo'ydi. Do'xtaviylar yugurik otlarini choptirib, Hasan Baxshining izidan qo'g'lab ketishdi. Hasan Baxshi qum ichiga kirganda suv dolqiniga o'xshash egizbas, o'yman cho'nqur qum to'pliklarda uning etining putlari yumshoq qumga petib, yurish surati xeli ostilab qoldi. Necha kun uda mangan ot yumshoq qumda ikki tarafiga irg'anlab, horg'an putlarini aran yo'tkab ketyotdi. Uzoqqa bormay, orqasidan qo'g'lab kelayotgan Do'xtaviylarning otlarining tuyuqidan ko'tarilgan chang to'zonlar ko'rinishga boshladi. Yugurik otlarni minishgan Do'xtaviylar uzoq ayol shimasdanlar Hasan Baxshiga yetishib oldi va uni qo'ldirdiki so'yinlari bilan ot ustidan urib yerga yiqitdi. Tosh to'mirlarning orqasidan qo'g'lab ketishgan Do'xtaviylar ovulga qaytib kelishdi. Ulug' Amir Shiravul Do'xtaviy topshiriqning to'liq o'rinlanmaganligini ularning chiroyiga qarabla sezib oldi. Qochqunlarning birisini o'ltirdik, deb ma'lum qildi ularning cho'ngi. U aslida bizni ozg'ashtirish uchun Borul To'qay tarafga qarab qochgan ekan. Biz bu hilini bilmasdan uning orqasiga tushib qo'g'lab ketaveribdik. Qolganlari mush fursatdan foydalanib Zayson tarafga qarab qochib ketibdi. Bu chaqda taqatsizlangan Shiravul Do'xtaviy uning so'ziga e'tibor qilmasdan "Qaysini o'ltirdinglar?" deb so'radi. Elqi Do'xtaviy itining ustidagi bir baq cho'pni elib uning oldiga qo'ydi. Cho'pning orasidan Hasan Baxshining qoniga bo'yalgan beshi ko'rindi. Buni ko'rgan Shiravul Do'xtaviy beshini chayqadi. "Esat, menga bu emas, ovusi kerak edi. Xayr, ziyni yo'q. Ziyandaşlardan bir süt bolsumu kemiyipti. Vaqt kelganda ularmi mening qo'limga tushar." Bekçek özünün Hasan Baxshi haqida anlagan bilganlarining hammasini so'zlab bo'lganda eg'ir yatqi bo'lib qolgan edi. To'g'liq Temur ustozining fojialik o'ldirilganligini anglagandan keyin beshini tutqunicha lam jim demasdan o'tirib ketdi. Ey janobi Çağatay zodam, unchalik qayg'urib ko'nglingizni parakanda qilmang, deb tasalli berdi Bekçek To'g'liq Temurga. Xuddi rahmatlik Hasan Baxshi aytgandek, yaxshilik bor joyda yomonlikmi tayyor. Gul tikansiz, asal harisiz, haqiqat qurbonsiz bo'lmaganidek. Odam orasidami yaxshi xislatlik odamlarmi va yomon, qabohat fe'llik odamlarmi bo'ladi. Fazilatlik va go'zallik bilan qabihlik va satlik bir-biridan zodi juda bo'lmagan qo'shkizaklardir. Allah Taala'nın adeti burundilla şundaq jari bo'lib kelganki, qahri chaqmaq namoyon bo'lsa, uningga agishib rahmat yomg'irimi birlik keladigan odat bor. Hasan Baxshining Do'xtaviylar qo'lida o'ltirilishi yomon ishda qismi, ammo uning o'limi Allah Taala'ning sizga xonliqni inoyat qilganligining bishoratidir. Çünkü şehitlerinin ölümü sizning irodangizni texmi chingitib, mijoz ahvolingizini texmi qaysar qilsa ajab emas.
Hazır ig'ir yatqı bo'lib qoldi. Sizlarmi uxlab aram elinglar. Allah xolisa әтіке вә оның әтісідегі сәпіріміз текімі оңышлық болыр. Мен hazır әмірахларымның қышығы барай. Бұл чақта тұғлық төмірмі. Хош, бәкчәк ақсақал, әтігічі аман болғайсан, деп оны ұзтыш үшін орындын тұрды. Әтік сәпәрді көрішәйлі. Karvan bilen bilmangan taş tömürler şatıdın yolga çıkıp 3. günü Muzdavanğa yetip gelişti. Etrap tutaş ketken tağ çoqqilar bilen kaplangan bulup, bu çoqqilar goya oğulca izlep yürüşken yırtqoş hayvanның ötkür çişleriga oqşaydı. Oldu bilen oң taraptaki tağlar arsıda qad götürüp durgan ayvatlik tömür çoqqisi ak qar, kök muz bilen kaplangan edi. Күн чықыш тараптан аста созылып келіп атқан қатма-қат ақ бұлытла төмір çoqqысының әтрапыға топлашмақты еді. Muzdavан yolu qadimqi yol болып, şu çağlarda Çağatay məmləkətinin Manglaysöyər vadisi bilan Moğolistan vadisini özara tutaştırıp turduğan ən yaxın yol bolğanlıqdan Çağatay saltanatının mərkəzi bolğan Olmanlıq şəhəri bilan janubdakı Manglaysöyər, Ediqot Uluq Uyğur eli qatarlıq joylar o'tirsidagi mulki hərbiy qatnaş naqliyat aloqalarining hammasi degudek mushu Muzdavan yolu orqali yurgiziladi. Şimaldaki Olmalık bilen Janubdaki Erdevil otursidagi bu yol şu çağlarda 18 menzillik yol hesaplanadi. Hazır Aksu deb atıladigan Erdevil'den yolga çıqqan her qanday karvan doğlatlarning tarixanligi bo'lgan Aksu diyardagi Tazlangar, İşlemci, Cam, Tüzavat, Bozdöng, Qo'rg'on, Orpa, Yeni Mahalla, Tuğbelci, Tamgıtaş, Muzdavan ve Toğrasu qatarlıq menzil ötənglərini besib ötkəndən keyin eli bağlıq təvəsidiki Xan Yaylaq, Aydingir, Şati, Aksu, Simtaş ve Qarikül qatarlıq menzil ötənglərini besib ötüb eli Qoyas vadisidiki paytaxt Olmalıqqa yetib baralaydı. Eli vadisining yer tuzilishi xuddi Kanayga o'xshaydi. Uning g'arbiy janub tarpi tuz bo'lganini hisobga olmaganda, qolgan g'arbiy shimol, sharqiy janub va sharqiy shimol 3 tarafini Tangri tog'lari o'rab turadi. Muzdavan yo'lining tarixi necha ming yil ilgirki vaqtdan tartibla boshlangan bo'lib, bu yo'lda qadimdan tartibla yo'l asraydigan, yo'l yasaydigan davanchilar turg'izib kelingan edi. Çağatay saltanati özünün janub bilan shimol o'rtasidagi bu muhim harbiy iqtisodiy qon tomirining davomli ravon bo'lishini kafolatlantirish uchun Muzdavan yo'lini davomli cho'qib yasab, maxsus 100 necha tutun davanchini Tamgıtaş degan yerga makkallashtirgan edi. Yoz faslida Muzdavan yo'li ochilganda har kuni bir to'p davanchi gezaklashib ishlab Muzdavan yo'lini yasab ravanlaştırıp turuşqa məsul bolatdi. Muzdavanның üstüdeki yol gerçi anca uzun bolmasımı, amma bu yol iki tarafı neçə min gez keladigan tik hang, o'tirsi aran bir adam yoki bir ulaq mangalaydigan bir parça uyul muzluq üstüdün ötadigan bo'lg'ashqa burunqilar Muzdavan yo'lining mushu bo'likini muz art deb bekorga atashmagan edi. Bu yo'lda yoz kunlari Күндізі hava ochiq chaqladila, ondan menish mumkin edi. Yo'lning ikki tarafida hatto butun bir karvonni odam va ot uloqlari bilan qo'shib ko'mib tashlayolgudek qalin qor muz dövlari yig'ilib qolgan edi. Osmonga taqashgan Tangri tog'larining haybatlik va tik qistan jilg'ilari orasida agri-bugri ketgan Muzdavan yo'lining hamma yeri ko'mirilib tushgan qiyo toshlar va uyul muzlar bilan to'lgan. Tağ qaptalardaki kök muzlar xuddi erib tushgan metal qetishmasidek tağ cho'qqisidan tövenge eqib tushgan edi. Ba'zi joylardagi kengligi 1-2 qulash keladigan muz yeriqlarining tegi ko'rinmaydi. Tağ yo'li ustidan ta ostigacha tik yerilib ketgan bir parcha uyul muzliqning ustidan o'tadi.
Saraton eydiki issiqning taptidan ko'k muzlar erishga boshlagan. Uningdan suv tomchilari xuddi ko'zdan oqqan tomchi yoshdek tomchilab oqmoqda edi. Biroq ko'k muzdan erib oqqan suv tomchilari tog' yo'lining ustiga eqib tushib, yana nepiz bir qavat aynakdek muz bo'lib ketib qoladi. Odam yoki uloq bu yerdan o'tganda nayti avaylamaydigan bo'lsa, teyilib ketib yoki o'ng tarafdagi tegi yo'q qonga tushib ketib, chul bo'lib ketadi. Yoki bo'lmasa, sol tarafda og'zini yirtquchning og'zidek ichib turgan muz yeriqning ichiga tushib ketib halok bo'ladi. To'g'liq temir tosh temirning kayindan ketib o'tib, tog' cho'qqisidan pastga qarab eqib tushgan bu g'alita osma muzlarga ayminib qarab qo'ydi. Bu osma muzlar qetib qolganlikdan o'z joylarida qimirlamay tursimi, ammo to'g'liq temirning vujudida hozirla beshiga ko'mirilib tushadigandak suri paydo qildi. Bu chaqda oldi tarafdan birsining vaqirgan ovoz anglandi. Herkes ishkiyininglarga va ustinglarga qarg'uchi bo'lmanglar. Bo'lmasa beshinglar qiyib, muzda teyilib ketsizlar. Chog'atayzodam, dedi Toshtemir Bahodirmi uningga madad berib. G'ayrat qil. Mushu muzliqdan salomat o'tib olsaqlar, yo'lning neriqi tarafi xatarlik emas. Mening qo'limni ching tutib ol. Shuncha uzun yerdan bu yerga saq kelgankanmiz. Muz ortdimmi, saq o'tib ketalaymiz. Ular yilqi yeriq muzning ustiga kelganda, Toshtemir yetilib olgan ot nepiz muzda teyilib ketib, o'ng tarafdagi tikonga guldirlab tushib ketdi. Qattiq cho'chib ketgan To'g'liq Temir ko'nglini tindirish uchun sol tarafdagi muzliq tarafga dojib turib, cho'qchiyib turgan bir parcha muzni ching tutib birdam demini oldi. Biroq dal mushu chog'da kutilmagan bir voqea yuz berdi. To'g'liq Temir tutib turgan yilqi bir parcha muz oftobda issiq o'tib, ko'pchib bo'shab qolgan edi. Tog' yo'lidagi aynakdek siliq muz ustida teyilib, zodi ching turolmayotgan To'g'liq Temir sol tarafdagi muzga tayinish uchun qattiq bir kuchivdi. Heliqi ko'pchib qolgan muz qarshisida qilib sunib ketdi-da. U tamponliqni yo'qotib, dal dugunigicha sol tarafda yirtquchning qonliq og'zidek echilib turgan muz yeriqning ostiga tushib ketdi. Chog'atayzoda, To'g'liq Temir! Tosh temirning ichinishliq vaqirgan ovozi tik tog'lar orasida xeyli uzoqlargacha aks sado qaytirib turdi. Keyin tarafda voqea yuz berganligini anglab, darhol yetib kelgan musulmon Uyg'ur savdogarining oqsoqoli Bagchak kelibla bu yerda ichinishliq ahvol yuz berganligini qiyos qildi. U To'g'liq Temir tushib ketgan muz yeriqining girvikiga kelib pastga qaradi va muzning qisilchiligiga qisilib turib qolgan To'g'liq Temirni aran ilg'i qila oldi. Bu tuyuqsiz yuz bergan voqeada o'zini yo'qotib qo'ygan Toshtemir Bahodir nima qilishni bilolmay, beshini changallig'icha yo'l yoqsida o'tiradi. "Hey birodar, kel, bu ishning amalini qilaylik", deb Bagchak uningga tasalli berdi. Bizler gerçi bir taife, bir ulus bo'lmasaqmi, ammo bir yo'ldagi hamrohlardan durmiz. Onun ustiga biz musulmonlar boshqalarga yordam berishni o'zimizning burchi deb bilamiz. Shunga beshingni qotirmag'aysan. Toshtemir Bahodir beshini ko'tarib, uningga tikildi va oldirab, "Amalni qilamiz? Ha? Amalni qanday qilamiz?" deb so'radi. Onun ko'zida umid ushqini yangi boshdan yenishga boshladi. "Men qarab baqsam, Chog'atayzoda bak cho'nqurga tushib ketmaganda qiladi", deb tushundirdi Bagchak uningga. "Men bilimga org'amchi bog'lab, tövanga tushib qarab baqay. Uning tiniqi bo'lsa, qutuldirib chiqil bo'ladi. Men org'amchini silkib belgi berman. Shu chog'da sizlar qilin juva palas bilan pishiq org'amchidan yana birini tushiringlar." Toshtemir Bahodir darhol belidagi org'amchini yeshib, uning beliga bog'ladi. Bu chaqda muzning yeriqiga odam tushib ketganligini anglab, darhol yetib kelgan boshqa musulmon Uyg'ur savdogarlarimi o'lash-cho'lash o'zining oqsoqli Bagchakni org'amchi bilan muzning yeriqidan tövanga asta tushirdi. Bir kamlardan keyin Bagchak To'g'liq Temir muzning qisilib turib qolgan yeriga yetdi.
U beliga bağlaqlıq arğamchini tutub belgi bermek bolup, yuqurğa qaratıb silkidi. Ondan muzning orliqida qisilib turgan to'g'liq temirni turtdi. Chog'atayzoda, to'g'liq temir janoblari, saqmisiz? Kim? degan noyati zaif ovozdan uning texi tirik ekanligini bilgan Bagchak to'liq xushal bo'lib, "Bu men, janobi Chog'atayzodam, savdogarlar oqsoqli Bagchak bo'lurman. Ko'zingizni oching. Men sizni qutuldirish uchun tushdim", dedi vaqirab. To'g'liq temir qattiq muzlab ketgan edi. Men degan qaysin deb aran deyildi. Bu chaqda uning tishlari qasildab bir-biriga tegib-atdi. "Bu men o'lish kun oqshimi siz bilan suhbatlashgan heliqi savdogar Bagchak bo'laman." "Hurmatli Bagchak, muzlab qitib qalay deb qoldim. Meni darhol qutuldirib ol." "Janobi Chog'atayzodam, mana hozir", dedi Bagchak o'zining belidagi yana bir org'amchini yeshib to'g'liq temirning beliga bog'lab, "Sizni qutuldirish uchun jinimni olqinimga elib turib, qishingizga tushganman." U o'zining belidagi org'amchini to'g'liq temirning beliga mahkam bog'lagandan keyin uni midiriltib yurib, qisilib qolgan muz orliqdan aran bo'shatdi va o'zining kengrak qismiga tortib ochiqdi. "Hurmatli Bagchak", dedi to'g'liq temir ta'sirlanib. Bayatdan u yuqori tuman harakat qilib yurib, xili isib qolgan edi. "Men sening bu yaxshiligingni menga unutmayman. Sog' salomat Ardavilga yetib bora olsam, seni savdogarlar qavmiga bosh oqsoqol qilib tayinlayman." "Aytqiningiz kelsin", dedi Bagchakmi xushal bo'lib. "Janobi Chog'atayzodam, gapingiz gap, va'dingiz va'dimi?" "Hurmatli Bagchak, xotirjam bo'lg'aysan. Mening uchun lafzi turmaslikdan ortiq ohonat bo'lmaydi." "Inshaalloh, ey janobi Chog'atayzodam, shu iltifot va inoyatingizga tuman ming tashakkur. Menmu siz uchun umrvoyat sadoqatlik bilan tuhfa ko'rsatishga tayyordirman." Bu chaqda bir tal arg'amchiga chegilgan qilin juva palas yuqoridan pastga tushirildi. Bagchak arg'amchidan heliqi juva bilan palasni yeshib, to'g'liq temirga kiydirib, uni palas bilan mahkam o'rab, chumkab qo'ydi. To'g'liq temir asta-asta isishga boshladi. "Undaq bo'lsa, men avval ustiga chiqay", dedi Bagchak. Uning so'zini tushunmagan to'g'liq temir taajjub ilkida yongan ko'zlari bilan uningga tikildi va "Meni qutuldirman deviding'u?" deb so'radi. Bagchak qaqoqlab kulib ketdi. "Ey janobi Chog'atayzodam, hargiz xavotirlanmang. Alloh bir, so'z bir. Men sizni qutuldirman deb mushu tegi yo'q hanga qadam bosgankanman. Cho'qim lafzimni o'rinlayman. Biroq, nima biroq? Janobi Chog'atayzoda, siz o'ylab ko'ring. Men tushuntirishga boshladi u. Bu tegi yo'q muz ostidan siz avval chiqsangiz, ular maqsadingizga yetdik deb meni tortib chiqarib olmaydi. Shundaqmi? Meni tortib chiqarib olmaydi. Shundaqmi? U chaqda men so'g'uq muzning qisilchiqida qilib qolaman. Shunga men avval chiqsam, u chaqda janobingizni tortib chiqarmay hech iloj yo'q. To'g'liq temir o'ylab beqib, uning bu so'zni lozim topdi va "Gaping o'rinliq", dedi. "Undaq bo'lsa, sen tez chiqib, ondan meni bu yerdan tez tortib olinglar." Bagchak darhol "Farman bardorman hurmatli Chog'atayzoda janoblari", deginicha qo'lidagi org'amchini yuqoriga qaratib, silkib, "Tortinglar!" deb vaqirdi. Ustidagilar org'amchini tortib, oqsoqol Bagchakni muzning yerqidan chiqarib oldi. Bagchakning qo'lida to'g'liq temirning beliga bog'langan heliqi org'amchining uchi bor edi. Kishilar uning orqasidan ko'maklashib turib, to'g'liq temirni muzning yerqidan tortib chiqarib oldi. Nazm. Aqlli hargizmi qilmas qo'pollik, ham to'kmas qadrini qilib bo'shanliq. O'zini boshqadan ko'rmaydi a'lo, shundoqla xor qilmas o'zini aslo. Shayx Saidi.